Qonim kam, nima bilan qonimni ko'paytirsa bo'ladi deganlarning savoliga mana krapiva oddiy uy sharoitida. Mana shu krapiva, ya'ni qichitqi o'ti. Quritilganini olasiz, bir osh qoshig'ini 200 gram qaynagan suvga damlab 10-15 minut damlab qo'yib, kunida 2 mahal ichsangiz, qonni ko'paytirishga juda zo'r yordam beradigan narsa. Buni quritilgan hamma bozordan topsangiz bo'ladi. Bizaga ham bor, Chorsu bozoriga borsangiz topasiz, bizaga bor. Mana shuni iching, xudo xolasa qonni juda zo'r ko'paytirib beradi. Keyin soch to'kilishini oldini oladi. Sochi to'kilayotganlar mana shu bilan yuvsa, xudo xolasa soch to'kilishiga juda zo'r yordam beradi. Mana daryoning bo'yiga bir mazza qilib o'tiribmiz. Har xil giyohlar ham bor mana. Daryoning bo'yida bo'ladi-da, mana bunaqa krapivaga o'xshagan narsalar daryo bo'ylarida bo'ladi. Topsangiz bo'ladi.